kilo 970. Demak, xaftol qanchadan beryapsiz? 1,5 milligramni shpritsga tortib, suv bilan aralashtirib beraman. Necha mahal? 3 mahal. 3 mahal. Har 8 soatda. Qarang. 8-10 tomchidan 3 mahal beriladi o'zi. Sizda 10 tomchi o'zi 0,5 bo'ladi. 0,5 dan 3 mahal berganingizda kuniga 1,5 millilitrga chiqyapsiz. 3 mahal 1,5 millilitrdan ko'p beryapsiz. 1 milligram. Bola nechinchi homiladorlik, nechinchi farzand? 4-homiladorlik, 2-farzand. Bola srogida tug'ildimi? Yo'q, bu ham 2 hafta oldin kesarva qilib olishdi. Planni qilishdi. Yo'q, davleniyam chiqdi. Davleniya chiqib ketdi. Preeklamsiya beraman. Necha bo'lib ketdi? 180 ga 120 olib ketdi. Tak. Bola tug'ilishi bilan yig'ladimi? Ha, tug'ilishi bilan. Tug'ilgandan keyin sразу o'ziga berishdimi yoki kislorodga qo'shdimi? Ha, intensiv. 8 yarim. 36. Yaxshi. Raddomdan necha kunda chiqdinglar? 10 kunda. 10 kundanchi? Men davleniyam. Sog'lik mana 3 ta zonada ham bordi. O'zi qanchada ketish kerak? Hozir bir oylik bo'ldinglarmi? O'zi 1,5 oyga borib ketish kerak-da, полностью 2 oyliklarga. Kimdadir затяжной bo'lib 2 oygacha boradi. Men birinchi doktor yozganidan beruvdim-da, hech ketavermadi. Aytaman, xafitol boshladim. Yo'q, xafitol yaxshi, keyin ko'proq emizish kerak bo'ladi. Emadi, ko'p emadi. Chiqib ketadi. Ha, ko'p emadi. Ozgina shum bor yuragida. Nima qilasiz? Xavfli emasmi? Yo'q, xavfli emas. Bitta uzr qilib qo'ygan yaxshiroq. O'zi privka olishdan oldin boshqada tinchgina qilib qo'yishadi, чтобы ertaga muammo bo'lmasligi uchun. Bizda hali privkaga ruxsat berilmaydi, chunki sariqligida ketish kerak полностью. Hali bolani полностью mana bu gipoksiyalari ketish kerak. Kuchanish ko'p bo'ladi. Ha, rosa kuchanyapti. Dahanida titrayaptimi yo'qmi? Titrayapti. Titrayapti. Baqirib ham turishlar, uyqusizliklar degan cho'chishlar bor. Bor. Uyqinglar qanaqa? Uyqimiz ham yomon-da. Yaxshi emas. Yaxshi emas. Ichki kelishichi? Ichki kelishi yaxshi, 4-5 marta kelyapti. Bola necha kilo tug'ilgan? 2 kilo 970.